Carlo Ancelotti terma jamoa bosh murabbiyi mundialga boradigan 26 futbolchini ro'yxatini e'lon qildi. Va men bu ro'yxatni e'lon qilayotgan paytida Neymarga navbat kelganida u o'zini qanday tutishiga e'tibor qaratdim. Ancelotti Realdan ketib Braziliyaga kelganida eng katta qilgan ishi nima bo'ldi desangiz, Neymarni majbur qildi sport formasiga qaytishga. Mana shuning uchun ham katta murabbiylar kerak, shaxslar kerak. Misol uchun Ancelottining o'rnida braziliyalik biror bir mutaxassis bo'lganida, dunyoni istalgan bir yosh murabbiy bo'lganida, hatto Ancelottidan ham qarashlari zamonaviyroq bo'lgan mutaxassis bo'lganida, aynan mana shu bosimni yoki mana shu munosabatni yuzaga keltira olmasdi. Chunki butun Braziliya Neymarni mundialda ko'rishni istaydi. O'zi taxmin qilardik, Neymarni e'lon qilgan paytida butun Braziliya raqsga tushishini, butun Braziliya bayram qilishini taxmin qilardik-ku, lekin bu qadar emas. Misol uchun 14-yili ilk bora qatnashgan mundialida Neymar haqli edi, Neymar yulduz edi. Kulib qo'yavergan. 18-yilgi mundialga u eng asosiy futbolchilardan biri sifatida yo'l olgan. 22-yilda ham endi Neymar tarkibga olinadigan futbolchi edi. Mana bunisida bayram bo'lib ketishining asosiy sababi Neymar oxirgi soniyalargacha olinadimi yoki yo'qmi degan qo'rquv butun Braziliyani ushlab turdi. Mana shunisi dahshat chiqdi va bu intriganing muallifi aslida Carlo Ancelotti.